Mashina haydashga ham qulay ekanda bu o'rtoqlar. Shuning uchun bitta sizlarga obzor qilib bermasam bo'lmaydimda, mashinani primoy haydab kelib, shu mashina haydaydigan opalarimiz ko'p bo'ladi-yu. Primoy obzorni mashinadan tushib qilib beraman, qaranglar. Ko'rsanglar bo'ladi, Salita Renda brendi gap etik haqida ketyapti. Polsa pochkamiz bemalol ko'raverasizlar. 350 mingdan kam sotilmaydi. Bemalol gapimga javob beraman. Hozir buni bitta ochib obzor qilib beraman-da, narxini sirazi ham aytib yuraveraman qizlar. Nima qilaman, narxini oxirida deb bekitib o'tirib. Qaranglar, buni asalligini qaranglar, brendini qaranglar, kablogini qaranglar. Xullaschi 199 mingga skidka qilib yubordim. 350 mingdan kam sotilmagan brenddagi oyoq kiyimlarimizni mana shu har xil har xil ranglaridan bor. Bittalab obzor qilib ko'rsatib beraman hozir sizlarga qizlar. Mana bu ranglarni qaranglar. Любой bejevini boshqachasi kiyimlarga bemalol tushib ketadi. Kabloklari ham ixcham qilib ishlangan. Voy, men bejevisini nima deyapti qizlar? Skromniy modellarni obzor qilib ko'rsatyapman. Bu yerda qorasi, zamoklarga ham alohida e'tibor berasizlar. Korobkalar, upakovkalarda keladi. Brendni bilasizlar o'zi. Mana shunaqa 199 ming so'mga skidka qilib chiqarib yubordim. Bu skidkadan tezda foydalanib olmasanglar bo'lmaydi. Bu yerda ham har xil model assortimentlarini joylashtirib qo'yganmiz. Kabloklarini ham alohida e'tibor bilan ko'rsanglar bo'ladi. Ayollarimiz uchun, yosh qizlarimiz uchun, o'quvchilar uchun, o'qituvchilar uchun bemalol tushib ketadigan har xil modellarda olib kirganmiz. Tepadagilarni ham bitalab ko'rsatib oling, chunki tepada уже toshli modellarimizni olib kirganmiz. Bunaqa toshlilardan ham bor, nima deyapti? Men bilan ham to'yga ham, vechirniga ham ketaveradigan brendda. Qizlarning sarpasiga ham bemalol ketadi. Mana bu toshlilarimiz ham shunaqa modniy, narigisi ham skromniy toshli. Xullas, Renda brendini, mana shunaqa brendli oyoq kiyimlar 350 mingdan kam sotilmaydigan oyoq kiyimlari sizlar uchun Nishoisda faqatgina skidkada 199 ming so'm qilib qo'yib yubordik. Tezda kelib olib keturasizlar.